Hamma yaxshi odamlarga yangi uylarimizdan salom. Men bugun sizlarga Toshkent shahridagi eng luxury rezidensiya joylashgan 3 xonali uy C1 Golden House Infinity da xonadonni obzor qilib beraman. Ungacha sizlar mana shu videoga bitta like bosib, menga obuna bo'lib qo'yasizlar. Dvorni qaranglar. 1 dan 10 gacha dvorni o'ziga baho beramiz. Nashnoy obzori ham bo'ladi. Shahardagi eng brend kompaniyalar mana shu binoni birinchi qavatini polniy sotib olishdi. Kuchli brendlar Do'mmitega joylashayotgan ekan. Hurmatli obunachilar, eslatib o'tamiz, bu sizlarga hech qanaqa Manhattan emas, Toshkent shahari qoq markazi C1 bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'llarni ko'rasizlar. Va shikarniy bo'lib yotibdi-da, oka. Men sizlarga Infinity'dan oynasini naryo tarafga qaragan versiyalari bo'lsa, o'shandan olishinglarni taklif qilaman. Nima aytsanglar? Oynalar bir-biriga qarama-qarshi turib qolmaydi. Bemalol shaharning markazini tomosha qilib yashaysizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, umumli domga xush kelibsizlar. Ko'rasizlar? Umumli plisoslarimiz ham mana turibdi. Ular uchuv. Hamma yoq toza ekan. Xo'p, bu bizda ko'rasizlar, hol, zal, oshxona hammasi tutilki qilingan. Оборудование bo'sh, hammasi kuchli kompaniyalar. Momentda mana Gro santexnikalarning itvachchasi. Endi xolodilnigimizni ko'ryapsizlar, qatga bekitilgan. Mana shu xolodilnikning o'ziga ham bir 3,5 dollar pul ketgan. Xo'p, endi sizlarni zo'r joyiga balkoniga olib chiqaman. Uyimizda avariyning sistemasi ham o'rnatilgan. Mana bu yerda qarasanglar, polda agar suv toshib ketsa, avtomatik avariyning sistemi yonib, suvlarni hammasini tortib ketadi. Wi-Fi o'rnatilgan, chillerning sistemalar o'rnatilgan, terlik mana 85 ta terlik o'rnatilgan, to'pli polni mana shu boshqarasizlar. Baland bas qilib mana shu boshqarasizlar. Uyimizda umumiy dom Alisa ham o'rnatilgan. Xo'p, klimat kontrol ishlayapti yozda. Muzdekini bo'lishingiz uchun endi qaranglar. C1 Ashxobod Park, Tasselmash, Televishka eng sentr joylarni mazza qilib tomosha qilib o'tiradigan joyi. Naryo tarafdan ko'rdingiz-ku, faqat dvorni tomosha qilasiz. Bu yoqda ves shahar Navodoniy bo'ladi, aka. Endi qaranglar, uyimizda 72 kvadrat metr, balkonimizda 9 kvadrat metr. Kelinglar, spanini ko'rsataman. Birinchi xonani ko'rdinglar, birinchi xona sizlarga yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning fikringlarni qoldiringlar. Endi bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Mana bunaqa apparatlar o'rnatib qo'yganmiz. Bu yoqda yana eshigi bor, balkonga chiqsa bo'ladigan xodi bor, spanida. Bu yoqda ham to'pli pol o'rnatilgan. Iymaqni bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Uyimizning narxini hozir aytaman, unga uchun ham bu xonani ko'ring. Siz kirgan xona bu детский komnata bo'ladi. Endi bu родительский xonani ko'ringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Vahshiy asalina, shakarina, qaymoli, nonina. Oynalari ham chotki qo'yilgan mana. Ko'rasizlar, terliklar o'rnatilgan. O'zini sanuzyulga kiramiz. Sanuzyul juda ham keng sanuzyul. Kafillar hammasi italyanskiy. Aymasdan remont qilingan. Chotki qilib remont qilingan. Endi bu yoqda mana stroyni shkaflarni ko'ryapsizlar. Bemalol kiyimlarni qo'yib qo'yasizlar. Momentga bu yoq tarafimizga kotelni bekitilgan mana. Gaz, sarf turbalar mana shu bekitilgan. Xo'p, uyimizda Golden House Infinity C1 da joylashgan 3 xona mana ko'ryapsizlar. Bu turar joy majmuasi bunaqa proyekt, bunaqa avtorskiy proyektli xonadonlar umuman yo'q, kam. Uyimizni to'liq ko'rsatdim. Hammamizga mana shu chiroyli uyda yashash nasib qilsin. Imam sanuzyulni ko'rmamiz. Mana bu общий sanuzyul bo'ladi. Общий sanuzyulda ham mana ko'rasizlar. Avariylar o'rnatilgan, suv toshib ketsa, bemalol mashdan suvni tortib ketadi. Tahorat qilish uchun sharoit chotki keng ekan. Xo'p, uyimizning narxini 322 ming dollar davomida Toshkent shahar C1 Golden House Infinity da joylashgan. Ko'rib turganingizdek, umumiy dom, planshetdan polniy rost foydalanib, uyga через nаш planshet boshqarsanglar bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, uyimizni polniy aylanib chiqdik. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylarda yashash nasib qilsin.
kim olsa ham постоянный to'y, bayram, baxtli bo'lib mazza qilib yashashsin. Endi aytaman, uyimizni remontiga, ichida turgan mexnika hamma narsasiga 2 yil garantiya beramiz. Pastki raqamlarga bemalol telefon qilib, mana shu uyimizni $322,000 ga baraka qilishingiz mumkin. Yana kelaman, bratva.